falon kuni xabar olishim kerak yoki ertalab turib oyi yaxshimisiz yaxshi yotib turdingizmi deb xabar olib qo'yishim kerak ekan yoki kechqurun ishdan keldik yaxshimiz deb qo'yish kerak ekan yoki kasal bo'lgan deylik yaqinimizga kimgadir yaxshi bo'lib qoldingizmi yordam kerakmi deb qo'yish kerak ekan va maqsad amalga oshirilishi uchun o'sha aniq qadamlar qo'yilishi kerak. Ikkalasi bitta narsa emas. Bu amalga oshirilishi kerak deb ko'rsatdik va qadamlar. Ana uning uchun o'sha yana deylik, baribir ham o'sha shakllantirish masalasiga kelamiz, tarbiya masalasiga kelamiz, o'zimiz ustimizda ishlash qadamlar. Masalan deylik, men ham deylik o'sha 1,5 soat konsultatsiya qilardim-da, o'sha kimdir kelsa, keyin aytardim, mana ko'rdik. Nimadir deylik noto'g'ri shakllanibdi yoki muammoning sababi shu ekan. Demak, endi o'sha deylik strategik maqsadimizga erishdik, muammoning sababini topdik. Endi u muammoni ketkazish uchun mana shu taktik maqsadlar ishlatiladi. Ya'ni har kuni o'zingizga deylik o'sha va muammoga qarab vazifalar berardim.